Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun Chang'an avtosalonidamiz. Chang'an Toshkent va bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan modelimiz Unity modeli bo'ladi. Ya'ni bu modelimizni hozir birinchi bo'lib Aydos bilan xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Undan keyin narxi 40 million skidkasi, propan bonus, muddati, skidkalari qachongacha davom etayotganini barchasini gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum Aydos. Rahmat. Okay. Kapotdagida 1.5 turboli motor bor. Aha. Коробка передач 7 stupenkali robot. Aha. И двойной система охлажденияsi bor. Oldingizda ko'rsangiz LED optika fanari и parkovka datchiklari bor. Keyin salonga o'tsak, Bu modelimiz o'zi necha kishilik? okay, bu keng. Ruchkalarni ko'rsangiz, avtomatik выдвижной. Aha. Ichiga o'tirsak, bu yerda full komplektatsiya aka. Голосовой управлениялari bor. Keyin rejim ADSlari bor. То есть bu nima degan intellektual, например, avtotormojение yoki-da oldingizda odam kelayotgan bo'lsa yoki peshexod bo'lsa, sizga сразу mashina xabar beradi. Hozir Aydos 1 minut men hozir yoningizga o'tirib olaman. Bo'ldi, bemalol. Bizani kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz modelimizni to'liq ko'rishligi uchun hay gapirdik. Keyin aka qarang, video registratori bor bu o'zida. Ko'rsangizmi, ko'shalari ham premiumni katsida qilingan. Eko koja bo'lib. Eko koja bo'lib, orqasida tonirovkasi bor o'zini. Sideniyasi keng, например, qarang, o'zim o'tiribman, siz ham например o'tirsangiz, любой odam o'tirsa bemalol o'tiradi, qulay. И orqadagi odam ham oyog'i siqilib qolmaydi, bemalol o'tira oladi. Yaxshi, bu modelimizning pamyat sideniyasi bormi? Pamyat sideniyasi bor, albatta bo'ladi, full komplektatsiya. И 360 gradusli kamerasi bor, круговой обзоры. Полностью avtomatik ko'rib turasiz. И avtoparkovkasida bor. Lyukiga o'tsak, lyuk panoramniy lyuk bo'lib, spoiler ham sportivniy bizada. Ko'rsanglar o'zi bo'lib sportivniy qilib chiqarilgan mashinani. Orqasida ham LED optika fanarlari bor, и orqasida ham parkovka datchiklari bor. Bagajnigi elektrический полный. Hozir bagajnigini ochamiz. Так. Полностью elektrический bo'ldi. Bagaji necha litr? Bagaj aka 500 talik. Aha. И plus bu yig'iladi deb, например, qarang. Yig'iladi bu. Buni yig'ib bemalol xotin haydab borganda sekin mashinani olib chiqib ham yotib olsa bo'laveradi. Xuddi shunaqa, toqqa chiqsa ham, например, bu narsa otasiz bemalol chiqib ketadi. Например, narsa otasiz, propan qo'ysangiz bo'ladi, o'tga. Mashina kuchini yo'qotmaydi, zapas moshinasi bor. Bularda misol toqqa chiqib qotganingizda podyomga ham ancha-muncha tortish kuchi normal edi. Buni zapaskasi bo'ladimi o'zini? Zapaskasi bor, конечно. Zapaskasi bor buni. O'zining zapaskasi bor. 18 talik baloni. И avtomatik yopiladi. Hech narsa kerak emas, qo'lingizda bossangiz o'zi yopiladi. Bo'ldi, zo'r. Bu modelimizning hozir nalichida nechta rangi bor? Hamma rangi bor aka. Hamma rangi. Hamma rangi. Bardoviy bor. Bor. Под zakazim chiqaveradi hammasi. Bo'ldi. Demak, bu modelimizning hozirgi paytdagi narxi Aka, bu 340 million turadi. 40 million skidkasi bor и propan bonus. Propan bonus 40 million skidkasi bor, uning ustiga propan bonus. Men bu tomonda buni qora rangini ham ko'rdim. Xuddi shunaqa, bu birinchi pozitsiyamiz bo'ladi. Bu yerda ikkinchi pozitsiyasidan farqi nimada? Farqi ko'rsangiz, mana bu lyuk обычный, panoramniy emas bu-da. И ichiga qarasangiz, hozir ichiga qarasangiz, bu yerda mexanический bo'lib, sideniyasi bu yerda elektrический edi. Mexanический. И беспроводной bu yerda yo'q. Bu yerda беспроводной zaryadkasi bor. Ko'p modellarda mana masalan deylik, ikkinchi pozitsiyasida full komplektatsiyalarda lyuk bo'ladi, birinchi pozitsiyada lyuk bo'lmaydi. Demak, unda full komplektatsiyasida panorama oddiy. Buni lyuki bor. Lyuki bor. Buni narxi qanaqa? Bu 340 million turadi. Xuddi shunaqa bonuslari bor. Bo'ldi. Skidkalari bor bundan.
gap bo'lishi mumkin emas. Demak, ikkalasida ham skidkalari bor, propallari bor. Bemalol mijozlarimizni manzillarimizni qisqacha aytib o'tamiz. Toshkent shahar Qo'yliq rohat yo'li Yangiobod temir yo'l ko'prigi 10 ta radar bor. Eng mashhur radar, hamma biladigan radar. Aynan o'sha radarni o'ng qo'lda kelib avtosalondan Unity modellarimizni to'liq infolarini xohlasanglar olib, modelimizni xarid qilib ketsanglar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, sizlarni kutib qolamiz.